Alyumin ruchkani sindiramiz. Agar o'zi sinmasa, narxini sindirib ko'ramiz. Qani yuring. Ketdi. Xo'p, tekshiramiz. Eksperiment o'zini kuchini qanchalik oqladi. Hoji, kelingchi. Ana. Ha, bo'ldi, ishlayapti. Ishladi. Sinmadi. Lekin o'zi sinmadi. Narxi sinarmikin? Bu yoq sizga bog'liq endi. Qani bitta qarab olinglar, vakilinglar. Alyumin rom ishlab chiqaruvchi akaxon bo'ladimi, ukaxon bo'ladimi, qo'ni-qo'shni, quda anda kiyosin doshko'sa. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shu videoni jo'natib turinglar. Ungacha ularga ishlatiladigan qulflar narxini maydalaymiz. Quloq eshitmagan yangilik bo'ladi. Bizning mahsulotimiz nomi Top Work. Uni komplektida 125 zamok chiqadi. O'zining ichida atvetkasi chiqadi, sertifikasi bo'ladi, komplekt ruchkasi bo'ladi. Nech puldan sotgansiz? 36, 307, 308 sotib kelamiz shu vaqtgacha. Korobkasi taxminan 108, 111, 114 dollar bo'ladi. Mana shu mexanizmda o'zi ko'chada 45 ming. Biz hozir shundan narx qo'yamiz. Men shuni narxiga mana uni beramiz. Bitta korobkada nechta bo'ladi? Korobkada 30 ta bo'ladi. Nech pul qilasiz? 36 qo'yamiz. 3, 355. 3 5 mingta qo'yib berasiz. 3,5. Yo'q, 3 5 mingta qo'yib berasiz. Undan keyingisini 3,5 dan sotasiz. Kista korobka qo'yib beraman 6 ming donani. 3 dollardan 6 mingtani sotasiz. Undan keyingilarini 3,5 dollardan sotasiz. 3,5 dollarda hech qitti yo'q. Katta javob beraman. Shahar bo'lib, dastavkasi sekin Toshkent shahar. Viloyatga kelishiga narxda qilib beramiz. Mexanizmlarga garantiya bor. Garantiya bor. Bosinglar, bundan boshqachasiga kelishi bo'lmadi. Bundan boshqa qanaqadir uslovga qo'ysam, akalar meni mana shu ko'mib yuborishadi. Xizmat bo'lsa, sharaf beradaman.